Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganmislar, tahorat ushlayotgan joyingizda tahorat olmang. Tahorat suvining har tomchisi 1 yillik namoz savobi beriladi degan gap to'g'rimi? Bu hadisni avvalgi qismiga o'xshagan hadis bor. Ya'ni tahorat qilinadigan joyga inson hojat qilmasligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sahih hadisda kelgan. Nahan Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda kelgan, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi fa inna ammatal waswasi minhu. Birortalaring hammomga bavul qilmasin. Hammomga bavul qilish degani inson yuvinadigan joyiga siymasin degan. Endi katta hojat tushunarli, undan da yomon bu. Aksar vasvasa shundan kelib chiqadi deganlar. Odam vasvas kasal bo'lib qoladi-yu, ana shundan kelib chiqadi. Endi bu hozirgi mana o hammomlarga tushmaydi, ya'ni inson oqizib o'radi. Unitaziga o'tiradi, hojat qiladi, oqizib o'radi, keyin turib yonida g'usl qiladi yoki tahorat qiladi. Unga tushmaydi bu. Bu hozir shunaqa inson bir joyda o'tiribdi, yerda uni oqizib o'rib bo'lmaydigan joyda o'tiribdi. Ana shu joyda u ham bir joyda o'tirib hojat qilib, ham bir joyda tahorat qilib yoki g'usl qilishligi qaytarilgan. Buning sababi ana shu, insonga vasvas tug'diradi. Ya'ni keyin bu inson gohida jinlanishi ham mumkin shu sababdan. Yoki vasvas bo'lib tahorat olganda suv sachraydi insonga. Tahorat suvi yerdagi bu najosatga tegib kiyimimga sachradimi, oyog'imga sachradimi degan vasvas paydo bo'ladi. Mana shundan keyin vasvas kasali boshlanadi. Shuning uchun qaytarilyapti. Ammo agar najosat saqlanib turmaydigan bo'lsa, oqib ketsa bu joiz. Ibn Qoyyim rahimahulloh shunday deganlar, jumhur ulamolarda joiz bu. Ya'ni ana oqib ketadi, oqizib yuboriladi, keyin o'sha yerda tahorat qilaveradi. Lekin mana keltirilgan gap har bir tahorat tomchisi 1 yillik namozga teng emish degan gap bu mutlaqo botil narsa. Bunaqangi gap yo'q. Har bir tahorat tomchisi 1 yillik namozga teng degan gap yo'q, vallohu alam.